Assalomu alaykum. SAT The Madness Class guruhimiz a'zolari, ustozlar, abituriyentlar, SAT ixlos sinoblari. Xo'p, barchangizni xabaringiz bor. 2026-yil 14-mart sanasida xalqaro SAT sertifikatiga imtihonlar bo'lib o'tdi va ularning albatta savollari har doimgidek tarqalib ketadi. Shu tarqalgan savollardan ba'zi bir namunalarni kanalimizga tashlab borgan edik. Shu tashlab borgan testlarimizni tahlillarini kuchimiz yetganicha, qo'limizdan kelganicha tahlillarni ko'rib boramiz. Albatta bizga kerak bo'ladi ishlash uchun programma va eng muhimi Desmos programmasi, ya'ni bu tayyorgarlik ko'rayotganlar biladi. Ushbu programmani eng muhim programmalardan bittasi. Imtihonga kirganlaringda ham ushbu programmadan foydalanasizlar. O'zini kompyuterlariga ega va o'zini hisob-kitoblariga ega, har qanday turdagi misollarni ishlash mumkin, faqat foydalanishni bilsagina. Hop, savollarimizni bir chekkadan ko'rishni boshlaymiz. Mana bizda dastlabki savol. Bu savolni o'zimizga ko'chirib olamiz. Demak, endi biz tahlilni boshlaymiz. Hop, lokal so'zi mahalliy. Mahalliy. Hop, gym esa zal, ya'ni sport zal ma'nosida. Mahalliy sport zal offering qilyapti, ya'ni taklif kirityapti. Kim uchun taklif kirityapti? Qanday taklif? Mana 25% diskount, ya'ni diskount so'zi bizda chegirma. Chegirma kiryapti. Annual membership. Annual membership so'zi yillik, ya'ni yillik a'zolar. Membership degani a'zo. Ya'ni o'zini sport zalga har doimgi qatnaydigan o'zini a'zolari mavjud bo'ladi. Shular uchun, ya'ni yillik a'zolar uchun. Yillik a'zolar uchun 25% chegirma taklif qilyapti. Regular cost so'zi bu doimiy narx. Demak, regular cost. Regular cost bor. Bu o'zini har doimgi doimiy narx. Doimiy narx. Doimiy narx, ya'ni mana annual membership, ya'ni yillik a'zolik to'lovi $288. Demak, 1 yil uchun. 1 yil uchun to'lov miqdori $288 ga teng ekan. Endi bizda chegirma qo'yyapti 25% ga, ya'ni $288 dan 25% ni topishimiz kerak ekan. 25% ni topishimiz kerak. Xo'p, hisoblab ko'ramiz. Demak, 288 ni ko'paytiramiz 25 ga, uni bo'lamiz albatta 100 ga. $72 ga teng ekan. $72 ga chegirma qo'ygan. Endi bizda savolda how much so'zi necha pul yoki qancha bo'ladi? Regular cost aytildi. Regular cost so'zi doimiy narx. Doimiy narxdan then so'zi dan ma'nosini ishlatilardi. Demak, doimiy narxdan membership a'zolik narxi, mana cost of membership a'zolik narxi, ya'ni qaysi a'zolik narxi? Discounted, ya'ni chegirmalangan a'zolik narxi necha pulga kam? Less so'zi kam ma'nosini bildiradi. Demak, a'zolik badali $288 ga teng. Endi $288 ga teng bo'lsa, chegirmalangan narxi necha pulga teng bo'lyapti o'zi? Mana 72% belgisini qo'yib qo'yibman. Mana bu yerga 72 bu foiz emas, bu dollar belgisi edi. Chunki $72
chegirma qo'yib berishgan. Ya'ni bular aytmoqchi bo'lyapti, chegirma qo'yilgandan keyingi narx necha pul bo'lyapti? 288 dan ayiradigan bo'lsak, 72ni, ya'ni $216 tushyapti endi bizda. $216 tushyapti. Bu chegirma qo'yilgandagi narx. Endi bizda savolda chegirmalangan narx, ya'ni mana bu $216 dastlabki narxdan qanchaga kam degan savolni beryapti. Mana less so'zi kam. Ya'ni muntazam narxdan, ya'ni doimiy narxdan discounted cost, ya'ni chegirmalangan narx qanchaga kam? $72 ga kam. Bizda shu savolni beryapti. Bir javobga tushib qoladi. Demak, ba'zilar 216 ni belgilab qo'yishi ham mumkin. Bu javob emas. Hop. Keyingi savolimiz. Ikkinchi savolimiz. Ikkinchi savolimizni tashlab olamiz. When so'zi qachonki, scientist esa o'sha o'rganuvchilar, ilmshunoslar, olimlar degan ma'noda ishlatiladi. Qachonki o'sha ilmshunoslar began so'zi boshlamoq. Nimani boshlashdi? Observing, kuzatuvni. Kuzatuv boshlandi. Sample esa namuna. Namuna. Nimani namunasini kuzatishni boshladi? Izotoplarni. Izotoplarning namunasini kuzatishni boshlaganda, ya'ni qachonki, when so'zi qachonki deb tarjima qilinadi. Ya'ni qachonki ular boshlashdi, massasi sample, ya'ni namunaning massasi 530 edi. Kuzatishni boshlagan paytda 530 ming milligrammga teng edi. Ya'ni izotoplarning massasi shuncha holatda ekan. 530 ming milligramm. Endi massa of sample, ya'ni namunaning massasi decrease bo'ldi. Decrease so'zi kamaymoq. Kamaymoq. Demak, endi izotoplar kamayishni boshladi. Qanchaga? By half degani yarimga. By half so'zi demak yarim. Yarimga kamayishni boshladi. Approximately so'zi taxminan every 5 days. Demak, 5 kunga. Every so'zi har. Every har. Demak, har 5 kunda yarimga kamayib boryapti ekan. Dastlab birinchi holat. Oradan 5 kun o'tdi. Oradan 5 kun o'tdi. 530 mingda 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 265 ming qoldi. Xuddi shunaqa tartibda aytayapti. Ikkinchi kun 10 kun o'tdi oradan. Endi 265 mingni yana 2 kunga bo'lishimiz kerak. Xuddi shunaqa holatda 265 mingni bo'lishimiz kerak. Yana 2 ga, 132.500 ga tushyapti. 132.500 ga tushyapti. Endi bizda savolda which of the following, ya'ni quyidagilardan qaysi biri closest to degani eng yaqin. Yozib ketamiz. Closest to so'zi eng yaqin. Eng yaqin nima? Eng yaqin massa. Demak, eng yaqin massasini topishimiz kerak ekan milligrammda va namunani 35 kundan keyin. After so'zi bizda keyin. Demak, after keyin 35 kundan keyin izotoplarning massasi qancha bo'lishini topishimiz kerak. Ya'ni scientist o'sha ilmshunoslar kuzatishni boshlagan, ya'ni observing kuzatish namunani. Demak, namunani kuzatishni boshlagandan keyin oradan 35 kun o'tish kerak ekan. Demak, 3-kun 15 kun o'tdi. 132 mingni yana 2 ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni bo'lingan 2. Keyingisi 4-kun ham yana 20 kun o'tdi. Yana bo'lingan 2. Xuddi shunaqa tartibda bo'lib ketishimiz kerak. Mana 5
Demak, 5-si 25 kun o'tdi. Yana 2ga bo'lishimiz kerak. 6-si ham oradan 30 kun o'tdi. Yana 2ga bo'lishimiz kerak. 7-kun mana oradan 35 kun o'tdi. Ya'ni 7-holat. Yana 2ga bo'lishimiz kerak. Endi buni mana shunday qilib bo'lib chiqsa ham bo'laveradi aslida. Bu bitta yo'li. Endi vaqt bemalol bo'lsa bo'lib chiqsa ham bo'laveradi. Yana bir yo'li bor. Aytaylik, mana dastlabki holat 530 ming edi. Endi bizda mana bu holatlar 7 ta. Ya'ni har 5 kunda, demak bizda mana bu yerda kerak bo'ladigan so'z mana har 5 kun. Demak, har 5 kunda yarimga kamayyapti. Necha kun? 35 kun davomida. Ya'ni 35 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsa 7 chiqadi. Endi shunda bizda 530 har safar 1/2 ga ko'payish kerak. Chunki by half yarimga degani 1/2 ga ko'paytirish. Shuni 7-darajasi. Mana 530 mingni ko'paytirishimiz kerak 1/128 ga. 530 mingni bo'lib ko'ramiz endi. 530 ming bo'lingan 128. Mana 4141. 4141 ga tushib qolar ekan. Ya'ni namunadagi holat 530 ming 35 kundan keyin demak 4141 ga tushib qoladi. Nimaga bizda yaxlab qo'ydim? Chunki closest to so'zi bor edi. Eng yaqin javobni oling degani uchun mana biz javob sifatida A'ni olishimiz kerak. Eng yaqin javobimiz shunga to'g'ri kelib qoladi. 4141. Keyingi savolimiz. Xo'p. 3-si. Yangi deb ochib ko'ramiz. Keyingi savolimiz, bizda funksiya berilyapti ekan. Mana bu ko'rinishda, demak, the function funksiya fx 6, ya'ni fw barobar 6 ko'paygan w ni kvadrat ko'rinishda bir funksiya beribdi. Give bermoq so'zi, area esa yuza. Yuza so'zini bildiryapti. Rectangle esa to'rtburchak, ya'ni to'g'ri to'rtburchak. To'g'ri to'rtburchakning yuzasini beradi ekan. Demak, mana bizda to'g'ri to'rtburchak chizib olamiz. Square feet, ya'ni kvadrat birligi. Width so'zi eni, demak eni v harfi bilan. Demak, mana eni v harfi bilan. Va length esa uzunligi. Uzunligi times so'zi marta yoki ko'paytirish ma'nosini bildiradi. Ikki xil ma'noda ishlatsak ham bo'ladi. Demak, times so'zi marta ma'nosida yoki ko'paytirish ma'nosida ishlatsak ham bo'ladi. Ko'paytirish. Endi width eni v ga teng edi, w ga teng edi, uni 6 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. Demak, bu yerda 6w bo'lar ekan. Shunda yuzani topganimizda 6w kvadrat so'ziga kelib qoladi. Savol: which of the following, quyidagilardan qaysi biri best, eng yaxshi interpretation, demak sharh. Demak, eng yaxshi sharh yoki tushuntirish bo'ladi. W imiz 13 ga teng bo'lganida, ya'ni 1014 chiqadigan holat bo'lishi kerak ekan. Ya'ni mana bu joyga w ni o'rniga 13 sonini qo'ysak 1014 ga teng chiqishi kerak. Nima degani bu? Demak, bu yerda o'z-o'zidan w imiz 13 ga teng bo'ladi va w funksiyamiz yuzani bildirayotgan. Yuzasi, demak s bizda yuza hisoblanadi. Yuza 1014 ga teng bo'lishi kerak. Xuddi shu javobni qidiramiz. Mana agar width eni
ya'ni rectangle to'rtburchakning eni 13 ga teng bo'lsa, area yuzasi rectanglening 1014 ga teng bo'ladi. Bo'ldi mana. Demak, width eni sifatida ishlatilyapti. Eni 13 ga teng bo'lsa, yuzasi 1014 ga teng bo'ladi degan javobga A javobga tushyapti. Qolganini ko'rish ham shart emas. A javobga tushyapti ekan. Xo'p, keyingi savolimiz. 4-inchisi. Keyingi savolimizni boshladik. Hop, at the beginning so'zi boshida, ya'ni qandaydir ishning dastlabki holatida, mana of the year so'zi, demak yilning boshida. Imani, ya'ni ism $170 bor edi. Her account, ya'ni uning hisob raqamida. Account so'zi hisob raqam. Dastlab yilning boshida $170 puli bor edi. $170 puli bor edi. Each month, ya'ni har oy, ya'ni this year, bu yil, ya'ni shu yilning har oyida depozitida, ya'ni akkauntida between so'zi orasida, ya'ni $30 va $60 orasida, ya'ni akkauntiga qo'shilib boryapti. Ya'ni oyiga bir oyda $30 dan $60 gacha qo'shilib boryapti. Endi which, qaysi, inequality so'zi tengsizlik. Yozamiz inequality so'zi tengsizlik. Tengsizlik ma'nosini biladi. Represent demak ifodalaydi. Represents so'zi ifodalamoq. Demak, bizga ifodalaydi all possible, barcha mumkin bo'lgan total amount, ya'ni total so'zi umumiy, amount esa miqdor, pul, money esa pulning miqdori. Amount of, demak amount of so'zi ning miqdori. Demak, pulning miqdori. Imanining akkauntida mana after 10 months, demak 10 oydan keyingi, ya'ni this year, shu yili 10 oydan keyin uning depozitida nima bo'ladi? Demak, bir oyda $30 dan $60 gacha qo'shilib boradigan bo'lsa pul, buni 10 oyga ko'paytiramiz. Ya'ni demak $300 bilan $600 hisobida pul qo'shilishi mumkin ekan. O'zini dastlabki $170 pulini qo'shadigan bo'lsak, demak $470 yoki $770 orasida bankida pul paydo bo'lishi mumkin ekan. Shunda bizda mana javobimiz D javobga tushib qoladi. Keyingi savolimiz. Keyingi savolimiz liner function. Demak, liner function so'zi to'g'ri chiziqli funksiya, ya'ni kx plyusdan b to'g'ri chiziqga to'g'ri kelyapti ekan. 5 qo'ysak -7, 5 qo'ysak -7 hosil bo'ladigan. Demak, slope so'zi esa bizda k ni bildiradi. Demak, burchak koeffitsiyenti. Demak, bu so'z slope esa koordinatalar sistemasida 3 ga teng ekan. Demak, k imiz 3 ga teng.
Shunda o'rniga qo'yadigan bo'lsak, y barobar 3x qo'shilgan b degan tenglama hosil bo'ladi. Which equation qaysi tenglama define aniqlaydi f ni. Demak, define so'zi aniqlamoq. F funksiyani aniqlab beradi. 5 va 7 nuqtadan foydalanadigan bo'lsak, y ning o'rniga -7 ni qo'ysak, 3 ko'paygan 5 qo'shilgan b. -7 barobar 15 qo'shilgan b. b ning qiymati esa -22 ga teng ekan. Shunda 3x minusdan 22 degan javobga to'g'ri kelish kerak ekan. Javobimiz D javobga tushyapti ekan. Keyingi savolimiz. Savolda keyingi savolimiz in the xy plane, ya'ni koordinatalar sistemasi. Koordinatalar sistemasida equation, ya'ni tenglama beribdi. Tenglama bergan circle, aylana, A nomli aylana. Demak, A aylananing tenglamasini bizga berishibdi. Mana x minus 2 ning kvadrati plus y minus 7 ning kvadrati barobar 25 ga teng bo'lgan. B aylanani tenglamasini bizga yashirin holatda bergan. The same center degani, demak, markazlari bir xil. The same center. The same center so'zi markazlari bir joyda. Markazlari bir xil. Markazlari bir xil ekan, demak, ikkinchi aylanamizning ham x minus 2 ning kvadrati qo'shilgan y minus 7 ning kvadratidan boshlanishi kerak. Y minus 7 ning kvadratidan boshlanishi kerak. Mana bu joyda esa radiusning kvadrati bor. Shuni topishimiz kerak. Endi circle A aylanani shu markazi bilan bir xil, but so'zi lekin radiusi A aylananing radiusdan, demak, 2 marta katta. Twice so'zi 2 marta ma'nosida ishlatiladi. Demak, twice so'zi 2 karra. 2 karra yoki 2 marta. 2 marta so'zi, demak, bizda dastlabki aylanani radiusini topadigan bo'lsak, mana bu yerda 25 so'zi bo'layapti ekan. Buni ildizdan chiqaradigan bo'lsak, radius aylananiki esa 5 ga teng ekan. 2 marta kattaligini hisobiga radius boyimizniki 10 ga teng bo'lib qoladi. Shunda buni kvadratga oshiradigan bo'lsak, 100 degan javobni hosil qilamiz. Bu javob esa bizda B javob. Mana. Keyingi savolimiz. To'g'ri burchakli uchburchak berilibdi. Bizda, demak, right triangle, demak, to'g'ri burchakli uchburchak. FGH ko'rsatilgan bizga. What is value? Value esa, demak, qiymat. Qiymati nima bo'ladi? Cosinus f ni. Demak, cosinus f. Mana bu yerdagi burchak 30 gradus. 30 gradus burchak qarshisidan katet gipotenuzani yarmiga teng. Shunda mana bu yer 34 ga tengligi. Keyingi qoida esa 60 gradus burchak qarshisidan katet 30 gradus burchak qarshisidan katetning ildiz ostida 3 ga ko'paytirilgan. Yana 34 ildiz ostida 3. Cosinus f burchak
Demak, kosinus f esa kosinus burchakka yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati. Bizda burchakka yopishgan, ya'ni f burchakka yopishgan 34 ilzosi 3, gipotenuzasi esa 68. Bu ikkalasini qisqartirib yuborsak, ilzosi 3 taqsim 2 degan javobga erishamiz. Mana javobimiz C javobga to'g'ri kelar ekan. Keyingi savolimiz. Keyingi savolimizga ozgina tarjima kerak bo'ladi albatta. Based on model. Model asosida, based on so'zi asosida. Model asosida one day, birinchi kun. Mana one day bir, ya'ni birinchi kun. Birinchi kun. 8 kunlik eksperiment. Demak, eksperiment so'zi tajriba. 8 kunlik tajribaning, demak, 8 kunlik tajribaning birinchi kunida lima bean plants, demak, lima o'simliklarda o'sha bean o'simlik ekyapti ma'nosida ishlatilgan. Demak, estimate so'zi baholamoq yoki taxmin qilmoq ma'nosi ham bor. Demak, baholamoq, baholayapti, massasi 253 gram bo'lgan ekan. Ya'ni birinchi kuni 253 gram bo'lgan ekan. Each day, har kuni, ya'ni birinchi kundan keyin, after so'zi bizda keyin, each day esa har kuni. Each day so'zi har kuni. Har kuni, ya'ni one of experiment. Tajribaning birinchi kunidan keyin har kuni estimate baholayapti ekan, massasi o'simlikning decrease, kamayar ekan 4 grammga. Demak, qandaydir o'simlik bor, o'sha o'simlikning massasi har kuni 4 grammga kamayib borar ekan. Aytaylik, birotta o'simlik quriyapti degan ma'noda ishlatadigan bo'lsak, yoki o'simlikni kesib quyoshga qo'yib qo'yiladigan bo'lsa, uni vazni borgan sari kamayib boradi. Birinchi kuni hisoblaganda 253 chiqish kerak ekan, keyingi kunlarda 4 grammga kamayib borish kerak. Ikkinchi kun 254 ga kamaytiradigan bo'lsak, ikkinchi kuni 249 qolish kerak ekan. Xuddi shunday, uchinchi kuni yana 4 da eradigan bo'lsak, 245 qolish kerak ekan. Xo'p, endi bizda which equation, qaysi tenglama represent so'zi ifodalaydi this model, ya'ni bu modelni. Ma so'zi baholaydi ekan massani grammlarda, mana plant esa o'simlik. One day x kundagi nimani? Tajribaning x kundagi holatini ifodalaydi. Ikkita nuqtani olsak bo'ladi bizga. Demak, ikkita nuqtamiz mana 253 va 249 nuqtani desmosga qo'yib hisoblab qo'ysak ham bo'laveradi. Demak, plyusni bosamiz. Tablitsamiz. Bu yerga 253 249 so'zni sonini yozib, mana bu yerga bosamiz. Shunda bizga o'zi tenglamani chiqarib beradi. Minusdan 4x plus 257 degan to'g'ri kelish kerak ekan. Shunda javobimiz bizga D javobga tushib qoladi. Mana minus 4x plusdan 257 degan javobga tushyapti. Keyingi savolimiz.
Shuni olamiz. Geologist bir geologist, ya'ni yerni yoki yerni o'rganuvchi geolog desak bo'ladi. Geolog analiz, ya'ni tahlil qilyapti. Sample esa namuna. Nimani namunasini? Coarse granite igneous rock. Rock degani qoya tosh ma'nosida ishladilar. Endi qandaydir qoya toshlarni namunasini tahlildan o'tkazyapti va bizga equation so'zi tenglama beribdi. 3x qo'shilgan 4y barobar 98 degan tenglamani beribdi. Hop, endi bu yerda nimaga 3x deb yozdim? 300x so'zi yozilgan. Demak, bizda agar mana bu nuqta holat keladigan bo'lsak, nuqtadan keyin ikkita nolni tashlab yuborishimiz mumkin. Shuni hisobiga 3x bo'lib qolyapti. Endi give so'zi berilgan. Relationship between so'zi orasidagi bog'lanish. Nimani orasidagi bog'lanish? X minerallarning volum esa hajm ma'nosida. Volume so'zi hajm. X minerallarning hajmi va Y minerallarning hajmini namunada, ya'ni sample so'zi namuna, found so'zi topildi. Demak, X larda va Y larda topilgan namunalar, ya'ni shu toshni analiz qilganda toshni ichidan chiqarilgan namunalar. Bizda agar estimate so'zi baholamoq, agar baholangan bo'lsa, Y minerallarning hajmi sifatida mana sample namunadagi in the sample demak namunadagi in the sample namunadagi demak namunadagi Y minerallarning hajmi 12/8 ga teng. Shunda Y'imiz barobar 12/8 ga teng. X minerallarning hajmi nima deb baholanadi degan savol qo'yadi. Demak, X ni topishimiz kerak. Hisoblab o'tirmasdan shunday desimizga qo'yamiz. Hop, 3x plusdan 4y ning o'rniga 12/8 ni qo'yib ketishimiz kerak. 3x plusdan yozamiz. Mana x plusdan 4 ko'paytirilgan 12/8 y ning o'rniga 12/8 qo'ydik. U tengish kerak. 4 ko'paygan 12/8 barobar 98 ga teng. 98 ga teng. Endi x ni qiymatini chiqarib berish kerak. Bu tomonda x ni qiymatini chiqarish kerak. Mana bu yerda x ni qiymati 15/6 ga teng ekan. X ni qiymati 15/6. X barobar 15/6 degan javobga kelar ekan. Keyingi savolimiz. Hop, mana bu savol ekan. Hop. In triangle, uchburchak JKL ixtiyoriy uchburchak berilgan. Mana bunday ko'rinishda uchburchak berilgan. G burchakning measure esa o'lchov yoki o'lcham. Angle so'zi burchak. J burchakning o'lchami 90 b ekan. Demak, J burchagimiz tepada. J burchakning qiymati mana shu yerdagi burchak 90 b ga teng ekan. 90 b ga teng. Keyingisi
K burchak 66A. Demak, mana bu burchakni K desak 66A ga teng ekan. L burchagimiz esa bu tomon desak bu 24A ga teng bo'lar ekan. Demak, K burchagimiz va L burchagimiz. Shunda J, K, L degan uch burchak paydo bo'ladi. Xo'p, A va B'lar konstantalar, ya'ni o'zgarmaslar. Aning o'rniga har qanday son qo'ysa bo'laveradi. Which of the following, quyidagilardan qaysi biri must be true degani bizda 100% to'g'ri natija so'raydi. Aytaylik, A va B'ning qiymatlarini men 1 deb oladigan bo'lsam nima hosil bo'ladi? Shunda bitta burchagi 90, bitta burchagi 66 va bitta burchagi 24 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uch burchak hosil bo'ladi. To'g'ri burchakli uch burchakda aytaylik, sinus 66 burchak bilan kosinus 24 burchak bir-biriga teng hisoblanadi. Yoki sinus 24 burchak bilan kosinus 66 burchak bir-biriga teng hisoblanadi. Agar ikkita qiymatning yig'indisi 90 gradusni bersa, ularning sinus va kosinuslari bir-biriga teng bo'ladi. Shunda A javob bilan S javob avtomatik ravishda chiqib ketadi. Chunki bir-biridan katta bo'lib qolgan. Mana L va K larning yig'indisi, mana K va L larning yig'indisi bizda agar A va B ning o'rniga 1 qo'ysak 90 chiqib qoladi. Ikkita javob bo'lyapti. B bilan D javob bo'lyapti. Aytaylik, A ning o'rniga boshqa son qo'yib ko'radigan bo'lsak. Aytaylik, A ning o'rniga 2 ni qo'yaman, B ning o'rniga 1 qo'ysam nima bo'ladi? B ning o'rniga 1 qo'yganimda tepada 90 chiqib qoladi. Yoki pastda 90 gradusga teng bo'ladigan qiymat topadigan bo'lsak, birdan kichkinaroq A ning o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsak, oshib ketib qoladi. Oshib ketib qoladi. Ya'ni burchaklar bir-biriga teng bo'lmay qoladi. Ya'ni 90 gradusdan o'tib ketib qoladi. Agar A va B ning o'rniga qandaydir boshqa qiymat qo'yadigan bo'lsak, 90 gradusdan katta qiymat bo'lib, mana bu B javobimiz ham xato bo'lib qoladi. Shunda bizda not enough, yetarli emas. Enough so'zi yetarli, yetarli so'zi, demak not so'zi yetarli emas. Nima? Information, ma'lumot yetarli emas. Cosinus L va sinus K ning qiymatlarini compare so'zi taqqoslamoq. Cosinus L va sinus K ning qiymatlarini taqqoslash uchun bizda ma'lumot yetarli emas bo'lib, D javobga tushib qoladi. Agar A va B ning o'rniga ikkalasini ham birdan boshqa qiymat qo'yadigan bo'lsak, bu bizda ma'lumot yetarli bo'lmay qoladi. Boshqa qiymat qo'yadigan bo'lsak, bizda esa A va B lar konstantalar so'zini berib ketgani, A bilan B ning o'rniga son qo'yishimiz mumkin. Xo'p. Keyingi savolimiz. Keyingi savolimiz. Bizda aytilibdi, demak, triangle ABC, ABC va A', B', C' uch burchaklar berilgan. Mana bittasi bu va bittasi bu uch burchaklar berilgan. Triangle uch burchak, ABC uch burchak dilated so'zi, demak, ABC uch burchak dilated qilindi, ya'ni ko'paytirildi. Nimaga ko'paytirildi? Demak, dilate so'zi kengaymoq ma'nosi bor. Kengaytirildi. Kengaymoq so'zi, demak, kengaytirildi factor of 3, ya'ni 3 ga faktor so'zi bo'luvchi ma'nosida. Demak, kengaytirildi. Nimani kengaytirildi? ABC uch burchakni kengaytirildi. Aytaylik, buni tomonini x deydigan bo'lsak, A1, B1, C1 uch burchakni hosil qilish uchun 3 ga kengaytirildi. Demak, bu 3x ga aylanib qoladi. 3 ga kengaytirildi va triangle ABC uch burchak hosil qilindi. Agar AB ning length so'zi uzunlik,
uzunlik ABning uzunligi 21 bo'lsa, aytaylik buning uzunligi 21 bo'lsa, narigi AB tomonining uzunligi shunda 3 ga ko'paytirganimizda 63 soni paydo bo'lib qoladi. Javobimiz D. 63 ga teng ekan. 3 marta kengaytirib qo'ysak chiqib qoladi. Keyingi savolimiz. Bizda demak equation so'zi tenglama, gives bermoq demak. Tenglama beribdi, total cost y, ya'ni y ni narx sifatida berilyapti ekan, dollarda hisoblanibdi. Small business demak kichkina biznes, produce ishlab chiqarmoq, shirt esa futbolka demak. X da futbolka ishlab chiqaradigan, produce so'zi ishlab chiqarmoq demak. Produce ishlab chiqarmoq. Ishlab chiqarmoq. X da shirts demak, shirt so'zi futbolka. Shirts kelyapti demak, futbolkalar. Futbolkalar demak, futbolkalar ishlab chiqaryapti degan. X esa soni demak, X shirt deyapti, X soni. How many nechta demak, how many so'zi nechta. How many nechta. Nechta shirts can so'zi business produce ya'ni ishlab chiqara oladi. Total cost demak, total cost 650 bo'lsa demak, umumiy narx mana bizda boshida total cost sifatida y ni berayotgan edi demak, y imiz 650 bo'ladigan bo'lsa, x ni topishimiz kerak, ya'ni nechta futbolka ishlab chiqaradi. 650 barobar 32 plyusdan 200 so'zini yozsak, nollarni tashlab yuborsak 65 barobar 3x plyusdan demak 20 ga teng. 20 ni bir tomonga olib o'tsak 45 barobar 3x, ximiz esa 15 ga teng ekan. Demak 15 ta futbolka ishlab chiqarsa $650 pulga erishar ekan. Keyin boramiz. Bizda tenglama beribdi. Demak, equation so'zi tenglama, given so'zi berilgan. Berilgan tenglamaga ko'ra p va w lar integer constant. Butun sonlarni bildirar ekan. Integer demak butun son. P va w lar butun son ekan. Equation exactly one real solution. Demak, one real solution bitta yechimga ega. Yoki yagona yechimga ega. Demak, yagona yechim. O'zimizda demak, yagona yechim so'zi, demak, diskriminantimiz 0 ga teng bo'lishi kerak degani. Which qaysi not possible value of v. Demak, w ning qiymati possible not possible bo'la olmaydi. Demak, bo'la olmaydi. W ning qiymati quyidagilardan qaysi biri bo'la olmaydi degan holat bo'lishi kerak. Demak, diskriminantga diskriminant 0 ga teng bo'ladi degani bizda to'la kvadrat bo'lishi kerak degani. To'la kvadrat esa bizda a minusdan b ning kvadrati yoki a plyusdan b ning kvadrati ko'rinishga kelishi kerak. Shu holat bizda to'la kvadrat bo'ladi.
Hop, demak, misolda yozadigan bo'lsak, 4x kvadrat minusdan px plyusdan w plus 86 teng 0 bo'lishi kerak. Demak, to'la kvadrat bo'lish uchun mana boshi 4x kvadratmi? Demak, mana bu joyning o'zi ham bizda kvadrat holatiga kelishi kerak. Ya'ni w ni o'rniga nimadir qo'ysak, ya'ni qaysidir sonni olib kelib qo'yadigan bo'lsak, shu yer kvadrat hosil bo'lishi kerak. Aytaylik, mana 4x kvadrat minusdan 10x plyusdan 25 so'zi, ya'ni 25 degan misol, bu 2x minusdan 5 ning kvadrati, ya'ni shu to'la kvadrat holati. Mana bu yerdagi sonimiz kvadrat bo'lsagina diskriminant 0 ga teng degan qoida bajariladi. W ni o'rniga A javobni qo'ysak, ya'ni minus 22 qo'shilgan 86 ni qo'ysak 64. Demak, kvadrat holatiga kelar ekan. B javobda 14 ni qo'yamiz. 14 qo'shilgan 86 barobar 100. Demak, bu ham kvadratga kelar ekan. 25 ni qo'yamiz. 25 qo'shilgan 86 111 degan holat keladi. Bu kelmaydi. 314 ni qo'ysak, 314 qo'shilgan 86. Bu esa oxiri 0 400 holatiga to'rga. Bu ham kvadrat holati keladi. Bizda demak bitta mana S javobda 25 sonini qo'ya olmas ekanmiz. Bo'la olmaydi so'ziga, demak S javob to'g'ri kelar ekan. Hop, keyingi savolimiz. Hop, an object, bir obyekt. Demak, bir obyekt travel degani sayohat qilmoq yoki yurmoq ma'nosi, demak sayohat qilish. Sayohat qilmoq. Bir obyekt sayohat qilyapti ekan, yuryapti ekan, 0,8 metr every 3 sekund. Demak, 3 sekundda 0,8 metr masofa bosib o'tar ekan. Endi bizda agar obyekt 18 sekund yuradigan bo'lsa, demak 18 sekund yuradigan bo'lsa, total distance masofa, umumiy masofa metrda hisoblashimiz kerak. Obyekt qancha sayohat qilgan? Yuqorini 6 ga ko'paytirsak, demak 18 sekundga aylanadi. Bu yerni ham ko'paytirsak 4,8 metr masofani bosib o'tar ekan. Demak, 4,8 metr masofa. Umumiy masofasi 4,8. Keyingi savolimiz. Demak, liner function beribdi. Demak, to'g'ri chiziqli funksiya y barobar kx plyusdan 1 degan to'g'ri chiziq funksiyasini beribdi. Hop, ikkita nuqtani ham beribdi. 4 qo'yganimizda 17 bo'ladigan va 8 qo'ysak 1 bo'ladigan nuqtalari beribdi. To'g'ri chiziq. Endi bizda savolda which equation, qaysi tenglama ifodalaydi f funksiyani. Hop, eng qulay varianti desmisdan topamiz. 4,17 kiritamiz. Plus tablitsa 4,17 so'zini x bilan y ga kiritdik va 8,1 so'zini kiritamiz. 8,1 sonlarni kiritsak, mana bu yerni bossak, mana minus 4x plyusdan 33, minus 4x plyusdan 33 bo'lib, S javobga to'g'ri kelyapti. D javobga to'g'ri kelyapti. Mana
minusdan 4x, y barobar minus 4x plus 33 degan tenglama hosil bo'lyapti. Hop, keyingi savolimiz. Savol: what nima bo'ladi? X-intercept, demak X-intercept so'zi bizda signal so'z sifatida ishlatamiz. Y ning o'rniga 0 qo'yishimiz kerak. Grafikning X-intercepti nima? Formula y barobar 45 minus x taqsim ax plusdan b tenglamasiga ko'ra, demak index y plane koordinatalar sistemasida a va blar pozitiv, ya'ni musbat ekan. A bilan blar musbat son bo'ladigan bo'lsa, ya'ni a ham 0 dan katta, b ham 0 dan katta. Mana shunday holat yoki b katta a bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham 0 dan katta vaziyati. Pozitiv demak pozitiv konstant, o'zgarmas konstantalar. Demak y ning o'rniga 0 ni qo'yamiz. Tenglamada faqat yuqori qismi ishlansa bo'ldi. Demak 45 minus x teng 0 ligidan x barobar 45 ga tengligini bilishimiz mumkin. Shunda D javobga to'g'ri kelib qolar ekan. Keyingi savolimiz. Demak, chemist, kimyogar mixed aralashtirdi x litr 4% saline solution. Demak, saline solution so'zi tuzli eritma, ya'ni sho'r suv ma'nosida. Sho'r suv. X litr 4%lik, ya'ni x litr 4%lik qo'shyapti, aralashtiryapti. Y litr 7%lik tuzli eritma. Demak, y litr 7%lik tuzli eritma va hosil qilyapti. Demak, formulaga ko'ra massalar qo'shiladi. X bilan y ni qo'shamiz va 6%lik saline solution, ya'ni tuzli eritma hosil bo'lyapti. Ya'ni produce so'zi ishlab chiqarmoq yoki hosil bo'lmoq ma'nosida bor. Qaysi tenglama eng yaxshi ifoda bo'ladi? Ya'ni this situation, bu holat yoki bu vaziyat. Bu holat uchun qaysi biri eng to'g'ri variant? Foiz belgisini yo'qotish albatta 100 ga bo'lamiz. Shunda 0.04x qo'shilgan 0.07 y proporsiya qiladigan bo'lsak 0.06 qaldishda x plus y holatiga keladi. Endi bizda formulaga ko'ra, ya'ni aralashma formulasi deyiladi. Aralashma o'zimizda attestatsiya savollarida ham, millisektor savollarida ham ushbu tenglama juda ham ko'p ishlatiladi. Ya'ni m1 ko'paytirilgan p% 1 plusdan m2 ko'paytirilgan p2% taqsim m1 plusdan m2 barobar p% 3. Ya'ni bu aralashmani formulasi. M'lar esa massani bildiryapti, p'lar esa foizni. Shu formula orqali topilyapti. Hop, shunda javobimiz javobga tushib qolar ekan. Keyingi savol.
Ushbu savolimiz nima? Funksiya beribdi bizga va modelda wave demak balandlik, in hoursda demak balandlik, mana wave ounsda balandlik, y'imiz balandlik ekan. Remaining so'zi qoldiq, ya'ni solid wax degani wax so'zi mum. Wax degani mum. Solid esa qattiq jism. Demak, remaining so'zi qoldiq. Remaining so'zi qoldiq. Demak, wax mumning qoldig'i. Ya'ni nima? Burning esa yonish, candle esa sham. Demak, burn so'zi bor, yonmoq. Candle esa sham. Candle. Sham. Demak, shamni yoqib qo'yishyapti ekan. Funksiyamiz time x soat. Demak, x'imiz soatni bildiryapti. Mana dastlab sham yonmagan vaziyatda mana bu yerda turibdi ekan. Aytaylik, 13 santimetrlik sham bor. 13 santimetrlik sham dastlabki yonmay turgan holatda. Oradan 1 soat o'tdi yoki 2 soat o'tdi. Mana oradan 4 soat o'tdi deylik. Mana x'imiz 4, time, soatni bildiryapti. Oradan 4 soat o'tsa, mana 12 qolyapti ekan. Demak, 4 soatda 1 santimetr yonibdi. Oradan 4 soat o'tdi, 12 santimetrga tushyapti. Endi bizda savolda 12 soatdan keyin sham nima bo'ladi deyilyapti. Demak, mana 12 ni topamiz. 12 soatdan keyin demak 10 santimetrga tushib qolyapti ekan. Demak, javobimiz 10. 12 demak 12 soatdan keyin, demak x'imizni soatda bildiryapti. 12 soatdan keyin what was wave, ya'ni balandligi nima bo'ladi? According to model, modelga asosan, according to demak according to model, demak modelga ko'ra yoki modelga asosan, modelga asoslanib. Keyingi savol. Bu turdagi savollar ham juda ham ko'p. Eng oson savollardan bittasi hisoblanadi. Demak, Kayra, spend so'zi sarflamoq. Sarflamoq. $74 sarflabdi. Nima uchun? Book sale, demak kitob sotib olish uchun. Umumiy hisobda 22 ta kitob sotib olyapti. Demak, hardcover kitoblarni bildiryapti ekan. Har biri $4dan. Demak, $4dan hardcover sotib olyapti va paperback, demak P harfi bilan paperback sotib olyapti. Har birini $3dan. Plus $3dan paperback sotib olyapti. Jami $74 to'lagan. Endi hardcoverlar bilan paperbacklarni jami 22 ta kitob bo'lgan ekan. Qaysi system of equation, ya'ni tenglamalar sistemasi, represent so'zi ifodalamoq. Demak, bizda ifodalaydi bu holatni. This situation, bu holatni qaysi bir ifodalaydi? 4h plus 3p. 4h plus 3p 74 ga teng, h plus p 22 ga teng degan javob ekan. Demak, B javobga tushyapti ekan. Keyingi savolimiz.
Yangi page qilamiz. During so'zi demak davomida, experiment ya'ni tajriba, during davomida, tajriba davomida, particle speed ya'ni particle esa zarra, speed esa tezlik. Zarraning tezligi demak eksperiment tajriba davomida zarraning tezligi per sekund, sekundiga 41 fit. Bir sekundda 41 fit masofani bosib o'tar ekan. What nima bo'ladi? Speed tezligi. Demak, tezligi fitda so'ralyapti per minut. Minutiga demak 60 sekundga aylanadi. 1 sekund 60 sekundga aylanadi. Chunki 1 minut so'ralyapti. Yuqori qismini 60 ga ko'paytirib olsak, 41 ko'paytirilgan 60. Buni ko'paytirsak, 0 albatta 6 24. 2460 fitga teng bo'lar ekan. Dan javobga tushar ekan. Keyingi savolimiz. Hop, demak, keyingi savol the number of. Demak, the number of ning soni. Ning soni. Cell esa hujayra. Hujayra. Bakteriya. Bakteriyalarning hujayralarining soni double bo'lar ekan, ya'ni 2 marta ko'payadi ekan. Double va twice. Ikkala so'z ham 2 karra yoki 2 marta degan tarjimani bildiradi. 2 marta ko'payar ekan, every 25 minut. Demak, har 25 minutda. During growth period. Period davr, growth so'zi o'sganda, ya'ni o'sadigan davrda. Growth so'zi o'smoq. Demak, growth so'zi o'smoq degan ma'noni bildiradi. O'sish davrida har 25 minutda 2 marta o'sar ekan. Bu degani har 25 minut degani x taqsim 25 degan ma'noni bildiradi. Har 25 minut. Nega har 25 minut? Chunki x o'rniga 25 qo'yganimizda qisqarib ketadi. Bir holat paydo bo'lib qolishi kerak. Ya'ni endi double bo'ladi. Har 25 minutda 2 ning darajasida x taqsim 25 holatiga keladi. Mana shu holat bizda bo'lishi kerak. Ya'ni x ning o'rniga 25 qo'yganimizda 2 ning birinchisi hosil bo'lib, oldida qandaydir son bo'ladigan taqdirda o'shanda 2 ga ko'payadigan vaziyat paydo bo'ladi. Har 25 minutda 2 karra bo'ladigan javobimiz demak bizda namunada, demak sample namunaga ko'ra 530 ta cell hujayra bo'lgan ekan. Ya'ni A'imiz 530 bo'lgan ekan. Namunada endi place it in so'zi joylashtirmoq. Environment control demak o'sha kuzatib turadigan muhitga place it in qilinibdi, joylashtirilibdi o'sha bakteriya hujayralarini. Demak place it in so'zi joylashtirmoq. Place it in joylashtirildi. Joylashtirmoq so'zi demak joylashtirilibdi. Kontrol qiladigan muhitga. Qaysi funksiya eng yaxshi represent ifodalaydi bizda number of cell, ya'ni hujayralarning sonini x minutdan keyin. Endi biz shunga formula tuzishimiz kerak ekan. 2 ning darajasi x taqsim 25 bo'ladigan holat bizda mana bu keladi. Endi bu nima sababdan x taqsim 25 bo'ldi?
Nima sababdan 25 taqsim x bo'lmadi? Misol uchun mana bu yerda 25 taqsim hammasi x taqsim 25 ekan. Ba'zi bir javoblarda shuni 530 shunday holatlar ham keladi, testlarimizda keladi. 530 ko'paygan 2 ni darajasida 25 taqsim x holatlari ham keladi. Nima sababdan bu holatlar olinmaydi? Buni hammasi o'sha kurslar davomida aytib o'tiladi. Xo'p, keyingisi. Hozir bizda deyarli oxirgi savolimiz ekan. Xo'p, bizda when so'zi qachonki funksiya p ni grafik degani grafiga chizilibdi, demak funksiyaning grafigi koordinatalar sistemasiga chizilgan. Mana in the xy plane koordinatalar sistemasiga chizildi. Grafik degani demak chizildi. What is nima bo'ladi? Y intercept, ya'ni y intercept degani y o'qini kesib o'tmoq degani aslida, ya'ni x'imiz 0 ga teng bo'ladigan vaziyati. Y intercept so'zi demak y o'qini kesib o'tadi degan holatda aytyapti. Demak y o'qini kesib o'tadigan vaziyatini topishimiz kerak ekan. Ya'ni y intercept bo'lsa x'imizni o'rniga 0 qo'yilardi. X intercept bo'lsa, demak y ning o'rniga 0 qo'yiladi. Teskari holatda ishlatish kerak. X ning o'rniga bu yerga 0 qo'ysak, javobimiz 12 degan javobni o'zi olib ketadi. Mana javobimiz B javobga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, mana kanalimizga tashlangan testlarning hammasini qo'limizdan kelganicha tahlillarni ko'rib chiqdik. Qolgan testlarni ham tashlab boriladi kanalga, albatta kuzatib boring. Uni ham tahlillerini qilamiz. Video yechimlarini chiqaramiz. Hop, yaqinda mana bugun 24-kun bo'ladigan bo'lsa, 24-mart sanasi 28-mart kuni imtihon bo'lib o'tdi. Imtihonga kiradigan ustozlarga omad. Albatta bu testlar qaytarilib beradi. 14-mart kuni tushgan testlar 28-mart kuni albatta qaytariladi 100%. Chunki o'tgan yili 8-mart sanasida ham blog sayti uzilish paydo bo'lgan va uni 8-martda adashmasam 24 yoki 25-mart sanasiga qayta imtihon qo'yib berilgan. 8-mart sanasida tushgan savollar hech qanday sonlari o'zgarishsiz, hattoki tekstlari ham o'zgarishsiz, hech narsasini o'zgartirilmagan holatda 25-mart kuni savollar qayta tashlab berilgan. Arang 700 yechayotganlar ham savollarni yodlab 800 dan 800 urib chiqishgan. Ya'ni nima demoqchiman, 14-mart kunida tushgan savollarni iloji bo'lsa qayta ko'rib chiqishlaringni, savollarni yodlashlaringni, ishlanish yo'llarini yodlashlaringizni tavsiya qilaman. Xo'p, hammaga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kamchiliklar bo'lsa barchangizdan uzr so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.